Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati. Men Xolboyev Muzaffarman. Bugun sizlarga global ekologik inqirozga fizika qonuniyatlari orqali yechim beruvchi Magnus Sword innovatsion loyihani taqdim etaman. Hammamiz bilamizki, chiqindilarni saralash bugungi kunda eng og'riqli nuqtasi. Aralash chiqindilar ichidan alyuminiy va plastmassani ajratib olish odatda qimmatbaho uskunalar yoki sekin ishlovchi qo'l mehnatini talab qiladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida elektromagnetizm qonuniyatlarini o'qitishda real muammolarga qaratilgan zamonaviy vizual laboratoriya uskunalari yetishmaydi. Mening yechimim Fuko toklari yordamida ishlovchi avtomatik saralash konveyeridir. Bu qurilma hech qanday optik datchiklarsiz ishlaydi va biz konveyer oxiriga yuqori tezlikda aylanuvchi neodim magnitli rotorni o'rnatamiz. Chiqindilar tasmadan o'tayotganda o'zgaruvchan magnit maydoni alyuminiy idishlarni uyurma toklari, ya'ni Fuko toklarini hosil qiladi va ularni fizik kuch bilan boshqa idishga ajratib otadi. Plastmassa esa o'z holicha tushadi. Bu juda arzon va tezkor va aniq texnologiyadir. Bu loyiha nafaqat tonnalab alyuminiylarni qayta ishlashga yo'naltirib tabiatni asraydi, balki kelajak o'qituvchilariga fizika qonuniyatlarini media texnologiyalar asosida amaliy tushuntirib beruvchi innovatsion metodik qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Grant doirasida so'ralgan mablag'lar ushbu konveyer maketini yaratish uchun zarur bo'lgan kuchli magnit dvigatellar va yordamchi elektrotexnika xaridlariga sarflanadi. Keling, toza kelajak va innovatsion ta'limni birgalikda quraylik. E'tiboringiz uchun rahmat.